Assalomu alaykum do'stlar. Shu Nexia 2 sotiladi. Yili 2009-yil. Metanda da benzinde de yurib turibdi. Metallari 100lik metan balonlari bor. Balonlar o'rta xil. Mashina kraskasi Cover Radnoy zanglar ishlangan moldingning pastida bor. Lyuks konditsioner, polniy shumka bo'lgan mashina. LED faralar qo'yib zo'r. Hech yerda kamisi yo'q mashinaning, mayda-chuyda endi balon salon shunday xarajatlari bor. Mashinaning yili 2009. Polni teshkirib ko'rib olaverasizlar. Bahasi Matizning bahasida. Puli arzon. 36 million so'm bahasi. 36 million so'm. Mana hamma knopka, lyuks konditsioner. İçlerinde чистый turibdi, akkuratniy. Polniy shumka bo'lib aylangan. Eshiklar, kirisha berganda shumka bor. Yurib turgan mashina saz, motor, korobka, ходовой, saz ber yeri. Zinglatib ayda beraveradi. Tayin narsa. Metanda da benzinde de yurib turibdi, aytib o'tdik. Bahasi 36 million so'm. Ustida yana qaytib kelishib beramiz. Mashina Qoraqalpog'iston Respublikasi Ellikqal'a tumanida turibdi. Do'stlar, kanalda yangi bo'lsanglar obuna bo'linglar, bir like bosib qo'yish esdan chiqmasin. Nexia qidirib yurgan tanishlaringizga tashab qo'yasizlar shu videoni. Yana motor xarajatlari ko'rib tekshirib olaverasizlar. Telefon nomerlarini ekranda qo'yib qo'yamiz, telefon etib ko'rib kelib olaverasizlar.